Real Madriddan yana xabarlar chiqa boshladi. Perez Xabi Alonsoga shart qo'ydi. Agarda jamoa Manchester Cityga ham mag'lubiyatga uchrasa, Xabi Alonso shu zahotiyoq o'z lavozimidan ozod etilar ekan va Realning ro'yxatida 3 ta variant bor ekan: Yurgen Klopp, Zinedine Zidan hamda Pochettino. Realda shunaqa do'stlar, xatolar kechirilmaydi. Xabi Alonso ko'plab xatolarga yo'l qo'ymoqda. Seltaga qarshi tushunarsiz himoya chizig'ini tushirdi. Rudiger safda bo'lib turib, karyerasini markaziy himoyachi vazifasida o'ynatish bu qanchalik to'g'ri? Va o'ng qanot himoyasiga Raul Asensioni qo'ydi. Raul Asensio hech ham o'ng qanotda o'ynamagan do'stlar. To'g'ri, hozir Real Madridda jarohatlar yetarlicha, ikkita o'ng qanot himoyachilari jarohatda, lekin Raul Asensio varianti tanlangani bu hayron qoldirdi do'stlar. Xabi Alonso bilan Carlo Ancelottining farqi nimada ekanligini bilasizlarmi? Carlo Ancelotti Real Madrid o'yinchilariga erkinlik berar edi. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverdelar bu erkinlikda ajoyib o'zini his qilib o'ynashar edi. Carlo Ancelottining ajoyib bir fishkasi bor edi. Qanotlar orqali hujumlar qilar edi Real Madridda. Xabi Alonsoda bo'lsa boshqacha taktika, boshqacha yurish va jamoani Mbappe orqali qurmoqda. To'g'ri, hozir Mbappe gollar urib turibdi, lekin ertaga jarohat olib qolsa, Realda kim gol uradi? Xabi Alonso yo shu uslubdan voz kechish kerak, yo jamoadan ketish kerak do'stlar. Real Madrid qishda transfer qilmasa, juda ahvoli og'ir va himoya chizig'i jarohatlar bilan to'lib ketdi. Real qishda transfer qilish kerak markaziy himoyachi va bu markaziy himoyachi Abduqodir Husanov o'tsa, balkim Abduqodir Husanov uchun ham va Real uchun ham ancha foydali transfer bo'lishi mumkin. Reallar hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, eng yaxshi tanlov Abduqodir Husanov deb bilaman. Chunki hozir hamma o'yinchilar jarohatda, Militao, Alabalar jarohatda va Hausen ham hali jarohatdan qaytgani yo'q. Voqealar rivojini sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Hozirchalik berilgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Sahifamizga obuna bo'ling do'stlar.